Xo'p, hozir shu 150 kvadratlik katyolimiz mana hozir to'liq montaj qilinmagan bu narsa. Hozir reduktor motorlari bo'ladi bu narsani, pastda ulitka motori. Xo'p, buni bunkeri 100 kiloni yonverida hokash tushadi. O'sha hokadan sal yirikroq bo'ladigan bo'lsa, nihoyatda zo'r bo'ladi. Ozgina. Xo'p, endi buni sistemasiga e'tibor beradigan, bunga bunday turba qo'yilgan. Buni ichiga havo bosim bo'ladigan bo'lsa, u ko'mirlar orasidan ham havo kirgani hisobiga yaxshi alanga berib, bu bezopasniki ham ancha imkoniyat beradi. Endi bu havosi qayerdan keladi degan savolga, hop, bunda mana bu yerda ulitka garelkani yoqadi. Birinchi ishi, ikkinchisi bu yerdan havoni shu shilankida ulab qo'yiladi. Shu hokani ichidan ham havo ketishi, pastdan ham garelka uchun ham havo ketadi ulitkadan. Xo'p, endi ichki sistemalarga keladigan bo'lsak, turba variant bunisi, tevasi kitoblik. Bunday bo'lib, bunda ichida alanga yonadi-da, tashqariga bu yerdan keyin konnektorga ulanadi. Bu endi suv sistema narsalar. Xo'p, endi buni stenkasiga keladigan bo'lsak, bu mana sistemasi, ichki suv sistema, bosim ko'taradigan sistema 3lik. Xo'p, buni bunker qismlari 2lik bo'ladi. Mana bunkerlari 2lik bo'ladi. Bu yuk ko'tarishlik uchun qo'yiladi. Xo'p, endi buni eng yupqa joyi bu 1.5. Bu izolyatsiya qismi. Buning ichida steklavata bo'ladi. Xuddi shunday endi buni eshik yopilish sistemalari ichiga azbis qilingan. Mana azbis bu issiqqa chidaydigan narsa. Santexniklar juda yaxshi tushunadi. Izolyatsiya qilingan, yopilishlik shu holatda xullas yopilinadi. Xo'p, endi pastki qismidan tozalash sistemalari. Xo'p, endi buni hozircha qorong'ida olyapman. 150 kvadrat, 250 kvadratlar shu sistemada bo'ladi. Buni hozir aytib o'tib ketibman. Buni kim qanday istaydigan bo'lsa, pastga misol uchun eng pastki kitobli bo'lsin, keyin turbali, keyin kitobli bo'lsin deyish imkoniyati kimdirda taklif bo'lishi mumkin. Bunda hozir tepasi kitoblik, past turbalik qilingan. Kimdir aralashma xullas, kimi imkoniyati qaysinda misol uchun istaydigan bo'lsa, shunga taklifga qarab, bu sharoitga qarab turib zakaz qilish imkoniyati bor bizda. Xo'p, endi buni hozir katyolimizning o'ng tarafida, odam qarab turganda chap tarafida qo'yilgan bunkeri, istasa o'ng tarafga qilib beriladi. O'sha o'zining chap tarafiga, katyol chap tarafiga qilib beriladi, xohlasa orqa tarafga qilib berish imkoniyati ham bor. Endi hozir mana shu 150 kvadratligimizni balandligi 130, eni 130, buni qalinligi 80 sm bo'ladi. Endi 200 lik keladigan 200 lik buni o'sha pastli bir xil narsa, buni gabaritiga qo'shiladi, balandligiga qo'shiladi. Misol uchun mana shunda mana katyolimizdan o'zi o't yonadigan katyol qismidan 15 sm baland, ya'ni qaysidir birda 20 sm baland. Xullas shunaqa sistemada bo'ladi holatlari. Obzorlarimiz shu, hozir holatda yasalayotgan holatlari shu, xudo xolasa.